Va nihoyat ishni tugatdik. Ha, albatta. Qarochi, Jo'xa buni qanday ochadi endi, janob mer? Shuniyam bilmaysanmi? Bilmadim, qanaydir qilib ochadi, lekin bu judayam qimmatbaho narsa. Jo'xaga buni to'g'ri qilyapmizmi mehribonza? Ha, albatta, Jo'xa bizni qishlog'imizga qanchalik katta foyda olib keldi bilasanmi? Bizni himoyalayapti. Xullas, zo'r ishlar qildi. Ha, to'g'ri. Lekin buni amallab ocha olsa bo'lgani. Zo'r sovg'a u uchun. Ha, bir amallasa kerak, bilmadim. Qarochi, ketdik, borib ishlarni ko'raylik, qishloqdagi ishlarni. Ha, davay, yuring, ketdik. Ha, yur. Jonga tegdi. Nuqul oxiriga kelganda yutqazaveraman qaranglar. 19tasini yutib kelib 20-siga ham yutqazamanmi? Eng alam qiladigani shunchasiga men yarim soat vaqtim ketibdi-ya. Yo'q, qanaqa yarim soat? 2,5 soat vaqt ketgan. Oho, ertalab soat 9 ga yo'q, 9 ertalab bo'lmaydi-ku. Soat 9 dan 11:30 gacha o'ynayapman ekan. Minecraftga shunchalik ham vaqtimni ko'p sarflayman. Birorta foyda ham olmasam. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa jigarlik. Kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men YouTube dan foyda topishim kerak. Minecraft o'yinida bir tiyin foyda topa olmayapman, to'g'risi. Kanalga obuna bo'lish tugmasini bossanglar, bir nechta kanal chiqar, har biriga obuna bo'lish zarur va shart. Chunki men juda ham xursand bo'laman. Va videoga like bosishinglar kerak. Bu men uchun motivatsiya bo'ladi va o'zingizlarning shaxsiy motivatsiyalarini kommentar yozib qoldiringlar. Qarochi jigarlar, bugungi video oxirigacha tomosha qilinglar, chunki men Minecraft o'ynayapman va PvPda bilasizlarmi, 19 marta yutib turib oxiriga 1 marta yutqazib qo'ydim. Bu endi sharmanda-da, sharmandadan ham battar. To'g'risi, bugun bitta zo'r ish qilmoqchiman. Birinchi polizda ishlayman. Nima bu yer tosh bo'lib qoldi, tushunmadim. Yer blokida doim yer blok bo'lib turardi. Mana kerak emas, menga belkurakni men qo'limga oldim. Nimaga bu yer tosh bo'lib qoldi? Men tushunmadim. Total ertalabku. Svetni o'chirib qo'yaylik, elektr energiya sarf bo'lmasin. Bu yer nimaga bunaqa tosh bo'lib qoldi? Men hozir ham tushunmayapman. To'xtanglar. Mashinami? Nima mashina bu? Dalin. Dahshat mashina-ku. Buni qanday ochadi? Bu richag yo'q-ku. Richagmi, qaraqadir kalit yo'qmi? Bu kim bu yerga yoshirib qo'ydi ekan? To'xtanglar. Men borib hozir merdan so'rab kelay. Bu qayerdan paydo bo'lib qoldi bu mashina? Mana shu noto'g'ri turibdi. Bilmadim, bu doim menga shunaqa voqea bo'ladi. Janob mer, yaxshimisiz? Ha, zo'r, o'zing qandaysan? Zo'rman. Meni uyim tagida qanaqadir mashina paydo bo'lib qopti. Bilmaysizmi, qayerdan kelib qo'ygan? Kecha kimdir kelgandi, senga sovg'a deb tashab ketdi. Kim? To'g'risini aytaymi? Ha, to'g'risini aytavering. Qarochi, to'g'risi uni men qishloq nomidan senga sovg'a qilmoqchi edim, lekin sen unga to'g'ridan-to'g'ri erisha olmaysan. Qarochi, eshigini ochib olishing kerak. Eshigini esa blok tutish orqali emas, shunchaki richag orqali ochishing kerak. Tushundingmi? Tushundim, lekin menda richag yo'q-ku. Izla top, menda bor, lekin bera olmayman, chunki sen harakat qilib olishing kerak. Tushunali. Mayli, rahmat olsam agar, keyin sizga kelib kattaroq rahmat aytib ketaman. Lekin qandaysi ham buni ochishim mumkin? Buni qaranglar. Bitta qishloqqa ham turib olgan. Brat, nima gap? To'xtang, brat, to'xtang. Nima gap? Bu yerda o'ralashyapsiz. Orqangdagi bitta blokni ostida meni bitta jo'ram qamalib qoldi, yordam ber. Qaysi blokda? Burchakdagi blokda. Burchakdagi, mana bu mana bu yerda bitta burchak bor ekan. Bratdan, striklay kim ko'mib ketdi sizni bu yerga? To'xtang, brat, men sizga yordam beraman. To'xtang. Mana bemalol chiqishingiz mumkin. Chiqing, brat. To'xtang, surib chiqaraman sizni. Chaqmaysanmi? San chiqaraman deb men bu yerga o'tiraveraman. Bor ishlamni ko'ring, richak topib kelishim kerak. Hali ham o'tiribdi. Menimcha kim bu yerga tiriklay ko'mib ketdi buni? Men hayronman. Richak topishim kerak. Bilmadim qayerdan richak topsam ekan. Jitellardan so'rab ko'rish kerak. Brat, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Qalaysan, Jo'xa, zo'rmisan? Dahshat. Qarochi, menga richak kerak. Sizda richak yo'qmi? Richak bor, faqat polizimni sozlab, hosil yig'ishtirib ber, keyin beraman. Qarochi, uyimga kiritib qo'y, keyin beraman. Shuningdek, hozir men ishim bor, ishimni qilib kelay. Mayli, kakras o'zi nimadir ish qilmoqchi edim. Davay, men kelsam beraman richakni. Mayli. Mayli, endi nimadir olish uchun evaziga nimadir berisham kerak-da jigarlar, to'g'risi. Endi nayloj bitta richak ekan, olamiz richakni. Richak shuni просто berib qo'yishsa bo'lmaydimi menga? Sovg'a, mana senga jigar, addushi rahmat. Boringga shukr, qishloqni himoya qilyapsan. Sen shunchalik bizga yordam bering. Mana bizni nomimizdan senga shunchalik yordam deyishsa bo'ladi.
nima unaqangi endi menga mantiqiy savoldek qilib unaqangi sir qilib berishyapti, hayronman. Tak, menimcha hammasi bo'ldi. Endi biratni uyga kiritib qo'yamiz. Tak, lekin birat shkaf. Mana bu kiyim uchun shkaf. Ha, mana bu yerda bitta shkaf bor ekan, lekin ochilmas ekan. Bilmadim. Tak, mayli shunchaga solib ketaman. Tak, bu yerda richak bor ekan, как раз. Biratdan so'ram olib ketsam bo'laveradi, chunki birat уже menga richakni olishimni o'tirib uzr. Lekin dahshat mazza ekan stulda. Mashinam turgan joyga stulda o'ynab o'tiramanmi? Tak, o'zimni fermamdagi ishni qachon qilaman? Mayli, birinchi mashinani chiqarib olaylik, keyin qilamiz. Tak, richakni olib keldim biratda. Tak, richakni qo'yamiz. Ochamiz. Va mashinani qizig'i mashinani qanday chiqaraman bu yerdan? Blok tutma dedi. Eshikni ochishda blok tutma dedi-da. Eshikni ochdim. Endi blok tutib mashinani chiqarib olishim kerak. Iloji yo'q. Mashina u eshikchadan sig'maydi-da. Blok tutib chiqaramiz, na iloj. Tak, yelkani olamiz. Tak, ana endi tik yopamiz. Lekin bilmadim qanaqa mashina. Nomini sizlar bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar qanaqa nomli mashina ekanligini. Lekin men umrimda bunaqa mashina birinchi marta ko'ryapman. Ferrariga o'xshayapti-yu, lekin Ferrari emasligi aniq, chunki Ferrarining logotipi yo'q. Tak, mana bu eshikni ham sindirib olay. Menga mana shu eshik kerak bo'ladi. Biratda richagini olib borib beraman o'ziga. Tak, chunki u richag bir martalik emas, doim ishlatiladi. No, qo'shnim-ku. Beraman desam beraman, bermayman desam bermayman. Texnologiya o'chilar ekan-ku buni eshigi. Vo, tepaga o'chilar ekan. Umrimda bunaqa salon отдельный temada. Wow, eshikni qaranglar. Speedometer bitta atiga. Ilovalari bor ekan ekranda, monitorda. Avtomat korobka. Wow, dahshat-ku. Orqasiga menimcha joyi yo'q. Bu 2 kishilik ekan. Tak, qanday chiqib ketamiz? Kallam chiqib qoldi, qaranglar. Juda ham kichkina mashina ekan. Lekin qaranglar, vosh kichkina mashinacha. To'xta, ozgina qoldi pastga tashab ketishiga. Tak, asta buramiz. Ovozni qaranglar. Ovoz отдельный tema. Hammasi отдельный tema buni hamma joyi. Tak, bir amallab buraman-da hozir. Tak, uyimni oldiga joylashtiraman. Tak, asta. Oho, juda ham past mashina ekan, qaranglar. Kallam o'zi chiqib qolgan. Okey. Ozroq orqaroq va ozroq oldinroq bo'ldi. Mana shu joyda turadi mashinam. Tak, okey, bo'ldi. Asta tushamiz. Hozir men fermamdagi ishlarni qilib olay, keyin mashina bilan drift qilib ko'rsataman. Albatta, videoni oxirigacha tomosha qilib turinglar. Drift qilishimni ko'rmoqchi bo'lsanglar. Tak, hozir men mana toshlar qo'yaman, eshitib qo'yaman, richakni birat ketib berib kelaman qo'shnimga. Qo'shnimiz u birat bilan. Tak, uyida yo'q, birat aniq bilaman, chunki qayergadir ishim bor deb ketaverdi. Tak, richak qo'yamiz. To'xta. Shkaf, egangga rahmat aytib qo'y. Bo'ldi, aytib qo'yadi. Lekin zo'r ishladim fermasida. O'zimni fermamda ham mana shunaqa ishlashim kerak. Ferma mana boqadigan joy. Men sizlarga buni 1 milliard marta aytib chiqqanman. Va sizlar mendan 1 milliard marta eshitgansizlar buni. Lekin mashina turishini qaranglar. Wow! Uyimni oldiga menimcha sig'adi. Juda ham past mashina ekan. Lekin eni juda ham katta ekan. Bo'yi past bo'lgani bilan enli mashina ekan. Menimcha sig'maydi. Garaj qurish kerak. Garajni bilmadim qayerdan olaman. Aytgancha jigarlar, menimcha kanalim 1000 ta obunachi bo'lgani uchun bermoqchi edi mer, lekin BMW berasiz degandim. Balki 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin BMW ham berar. Lekin bilmadim. Aytdi-ku, bu san qishloqda yaxshi mehnatlarni qilganing uchun, tinchlikni saqlaganing uchun dedi. 1000 ta obunachi uchun degan yo'q. Demak, 1000 ta obunachi uchun hali menga BMW tayyor turibdi. BMW juda ham ajoyib mashina. BMW ni bilmadim qachon beradi, lekin bersa zo'r bo'lardi. Tak, bu yerga kartoshkani ekamiz. Bu yerga bitta kartoshka kelib ketdi, qaytarib olamiz. Chunki kartoshka bir qator faqat ekishim kerak. Qolgan joyiga kartoshka ekishim shart emas. Tak, bu yoqqa sabzini ekamiz qaytarib. Tak, okey. Aha, 9 ta ortiqcha, bu juda ham kam, juda kam. Tak, okey. Va yaxshi tugatdim. Endi uyimga kiritib qo'yaman-da, mashinam bilan drift qilaman. Birinchi merni yoniga borib kelishim kerak, merga rahmat aytib kelish kerak. Bilasizlar, rahmat aytmasak bo'lmaydi, chunki merga rahmat aytmasam bunaqa narsalar ko'p bermaydi. Kech tushyapti, svet yoqib qo'yaylik, chunki xonamning ichi biroz qorong'ilashib qopti. Rahmat aytishga mashina bilan boraman-da, birdan yo'l-yo'nakay drift ham qilaman. Qanday tez minib qoldim, hayronman. Lekin men kallam chiqib qolayotgani menga vash yoqmayapti, xunuk ko'rinyapti. Endi sizlarga bilmadim qanday ko'rinyapti, lekin menga vash xunuk ko'rinyapti. Lekin xunuk chiroylikda emas gap.
Muhimi borlikda, muhimi qalb go'zalligi deydi. Brat kechirasiz. Bu mashina bilan endi urib ketmasam ham bo'lmaydi-da sizda. Tak, men kirib janob merga rahmat aytib chiqay. Ha, qalay ekan mashinam? Voy bile, Yorvoration, Corporation, gap yo'q jigar, tabriklayman. Sen qishloqni haqiqatdan zo'r qo'riqlading. Mehnatni zo'r qilding. Qishloq uchun juda ham katta foyda keltirding. Bu uchun senga juda ham katta rahmat aytaman va tabriklayman. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Kelsa bir bashangni o'pib qo'yay. Tak, men merni oldiga kirib chiqay. Janob mer, men bitta qishloqdan richak olib turib, mashinani chiqarib oldim amallab. Tabriklayman Jo'xa. Senga katta rahmat barcha qilgan ishlaring uchun. Sizga ham katta rahmat bunaqa qimmat mashinani menga olib berganingiz uchun. Buni narxi sir bo'lmasa qancha turadi? To'g'risini aytaman, 2,300,000 dollar. Buncha pulni qayerdan oldingiz? To'g'risini aytaymi? To'g'risini aytavering. Viloyat hokimligiga seni qilgan ishlaringni aytgandim, ular menga mana shu mashinani bering deb berdi. Rostdanmi? Prosta qishloq tinchligini saqlaganim uchun, yaxshi odam bo'lganim uchun menga shunaqa mashina berishyapti. Qoyil qoldim lekin. Men Короче, yaxshilikni endi hammaga aytaman. Jigarlar, sizlar ham yaxshi odam bo'linglar, shunda sizlarga ham faqat yaxshilik keladi. Ya'ni sizlar ham zo'r narsalarga ega bo'lasizlar. Shuning uchun faqat yomonlikni o'ylamay, yaxshilik qilish kerak. Nima deysiz, janob mer? To'ppa-to'g'ri, Jo'xa obrachilari, faqat yaxshilikni ko'zlanglar, yomonlikni o'ylamanglar. Короче, shaytonga do'st bo'lmanglar. Xullas, sizlar zo'r bo'lib ketasizlar, har tomonlama. Va men sizlarga bunaqa mashinalarni zo'r-zo'rdan berib turaman. Rahmat. Mer, bo'pti, janob mer, uyimga ketaman, sizga katta rahmat. Bo'pti, senga ham rahmat. Xo'p. Tak, ana endi mashina olamiz-da, bitta drift qilib turib uyga boramiz. Driftni qanday qilasan, Jo'xa deysizlarmi? O'rganinglar, qaranglar. Tak, mana shu yerda drift ko'rdinglarmi? O'sha izi ham qolib ketdi. Tak, mana bu yerda bitta chiroyli drift qilib boraydi. Voy, sekin kelganim uchun o'xshamadi. Tak, orqaga chiqamiz. Voy, asta haydaymiz. Tak, lekin urib olmaslik kerak, chunki 2,300,000 dollarni men qayerdan olaman keyin bu mashinani sozlash uchun, davolash uchun nima uchun? Qo'y kasal bo'lib qoladi-da. Tak, bo'ldi. Mana shu yerda qoldiramiz. Tak, datchik adashmasam yonib qoldi va o'chdi. Bo'ldi, endi kirib uxlayman men. Uxlamasam bo'lmaydi, lekin tushimga ham mana shu mashinani ko'rib chiqsam kerak. Bu chiroyligi отдельный temada. Короче, jigarlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Jo'xa bo'ldim.